Mana harf yana 600 mingta bo'pti deb o'ylayotgan bo'lsanglar, afsuski, bemaza qonun urug'i ko'p degan narsa bizga umuman aloqasi yo'q. 600 mingta nimaga bu tez ko'payib ketyapti deyotganlar, bu menimcha omad deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zilar omadga ishonmaydi, lekin men 20 yoshli o'zimga yashab bergan kichkina umrimda omad degan tushunchaga ishonishimga ruxsat berasizlar degan umiddaman. Hech kimga ziyoni tegmaydi bu narsani. Nimaga? Chunki muvaffaqiyatga faqat harakat orqali erishasan degan strukturani o'zi yo'q. Sen mashq harakatlar qilsang 100% muvaffaqiyatli bo'lasan degan. Ba'zida omad ham kerak bo'ladi. To'g'ri joyda to'g'ri insonlarning oldiga tushishni o'zi ham bir omad deb o'ylayman. Shuning uchun bu omadim kelib qolgani uchun omad kelishda albatta kerakli insonlar bor. Otam har doim qo'llab-quvvatlagan, ayam har doim duo qilgan, o'zim harakat qilganman. Ukam bor, Xudoga shukr yuribdi. Singlim ham chiroyligina bo'lib yuribdi. Shuning uchun omad degan narsaga ishoninglar. Ozgina bo'lsa ham ishonganinglar yaxshi. Omadli bo'linglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. 700 kadi bundan nishonlamaymiz, O'zbekistonda bo'laman chunki.